Assalomu alaykum. Ushbu videomizda sizlar bilan Microsoft Excel dasturiga alternativ variant sifatida ishlatmoqchi bo'lgan dasturimiz VPS Spreadsheet dasturini ko'rib chiqamiz. Bilamizki, o'sha Excel dasturi hisob-kitoblar, jadvallar bilan ishlaydigan dastur hisoblanadi. Asosan buxgalteriya sohasida yoki bo'lmasam yo'qlama jadvallar chiqarish va shunga o'xshagan turli xildagi amallarni bajarish uchun, jadval bilan bog'liq amallarni bajarish uchun xizmat qiladigan programma hisoblanadi va bu dasturga alternativ variant sifatida biz VPS Spreadsheet dasturini tanlaganmiz. Ko'rib turganingizdek, mana yangi pustoy faylni yaratib olganimizdan so'ng e'tibor bering, bundan tashqari mana spreadsheetni bosgan paytimizda tayyor shablonlarni ham foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Bu albatta o'zingizning maqsadingizga qarab tanlab olishingiz mumkin. Endi keling, mana birinchi yangi hujjatni yaratib oldik. Bu hujjatimiz nimadan iborat? Hujjatimizda o'sha asosiy menyular bor. Bu menyular mana bular: stavka, главная, разметка, формулы, данные, рецензирование, wait, servis va boshqalar. Agar qaysidir nastroykani topa olmay qolsangiz, o'shanda qidiruv ham berishingiz mumkin. Va albatta, o'sha rus tilini bilsangiz yoki qaysidir sozlamani, qaysidir bir amalni bajarishda juda ham qo'l keladigan narsa. Xo'p, ana endi keling siz bilan glavniyga qaytamiz. Glavniyda nimalar bor? Asosiy o'sha ko'p ishlatiladigan toollar joylashgan bo'ladi. Masalan, qalin anaqa italik qilish yoki tagiga chizish, keyin bundan tashqari shriftlar va yozuvlar, ularni katta kichik qilish, ranglar, zalivka, matnlar bilan anaqa tekstlash va boshqalar. Mana bu yerdagi jadvallarni sel qilish, to'g'ri, ya'ni объединить qilish to'g'risida ham ozgina gaplashamiz birozdan keyin. Bundan tashqari yana перенос va boshqa turli xil amallar mavjud, ko'p ishlatiladigan. Endi keling siz bilan hozir bu menyular bilan tanishib olganimizdan so'ng bizga keyingi bilishimiz kerak bo'lgan narsalar bor. Bu o'sha asosiy hujjatlar yoziladigan qismi deyishimiz ham mumkin. Mana bu qismi aytganimdek, mana shu joyda mana shu joygacha bo'lgan qism bu asosiy matn teriladigan, jadval tuziladigan qismi hisoblanadi. Ana endi biz mana bu joyga keladigan bo'lsak, mana bu qismga e'tibor bering. Bu qismda siz A, B, C, D o'sha Excel'dagi kabi harflar bilan raqamlangan ustunlarni ko'rishingiz mumkin. Bu o'sha ustunlarning raqami hisoblanadi, to'g'rirog'i nomi hisoblanadi. Endi bundan tashqari yana bizda boshqa narsa bor. Bu chap tomonimizda joylashgan raqamlar. Bu raqamlar esa o'sha bizdagi mavjud bo'lgan ustun emas, qatorlarning raqamlari hisoblanadi. Agar siz bilan biz masalan aytaylik C ustundagi 5-qator deydigan bo'lsak, mana C ustundan kelamiz va 5-katag bo'lsa, ya'ni C5 katagini belgilash kerak desa, именно mana shu katagini belgilashimiz kerak bo'ladi. Ushbu katagimiz C5 katagi hisoblanar ekan. Yoki bo'lmasam F2 katagini belgilamoqchi bo'lsak, o'shanda mana F1, F2, F3 ketaveradi. Mana bunisi esa F2 katagi hisoblanar ekan. Yoki bo'lmasam B7 katagini belgilab olishimiz mumkin mana bunaqa tarzda. Ko'rib turganingizdek, kataglarni belgilashda именно mana shunaqa tarzda amalga oshirilar ekan. Endi bu narsalarning chegarasi bormi degan savol paydo bo'lsa sizda, yo'q, buning chegarasi deyarli ketaveradi bu. Masalan, anaqa masshtabni kichkina qilsak, Excel jadvalimiz ketaveradi, kattalashib, buni siz o'zingiz xohlagancha kattalashtirib, kichkinalashtirib ketishingiz mumkin. Endi anchagina katta jadval bo'lishlik ehtimoli bor, lekin chegarasi bor albatta. Buni ham kompyuterning resursiga ham bog'liq narsa bo'ladi bu. Keling, endi siz bilan bu kataklarni tushunib oldik. Har bitta mana bu yerdagi to'rtburchak katak hisoblanar ekan. Endi bu kataklarni oraliq masofasini ochmoqchi bo'lsak, unda biz quyidagicha tarzda amalga oshiramiz. E'tibor bering, qatorimizni bunday olganda ozgina semirtirdik, ya'ni kattalashtirib oldik. Agar bizga o'sha amal ustunimizga kerak bo'lsa, mana bunaqa tarzda to'g'rilab olishimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, juda ham oson. Mana bu ikkita harf orasidagi chiziqqa olib kelamiz va ushlab turib qo'yib yubormasdan tortamiz, yoki o'ngga yoki chapga. Bunda esa teskarisi, ya'ni raqamlar orasidagi chiziqqa olib kelib, ushlab turib yo tepaga yo pastga tortib to'g'rilab olishimiz mumkin bo'lar ekan. Endi keling siz bilan asosiy ko'p ishlatiladigan narsani bilib olishimiz kerak. Hozir masalan xato qildik-da. Xato qilgan paytimizda Ctrl Z tugmasini bosishimiz mumkin. Keling bitta xato qilib ko'ramiz. Masalan, familiya deb yozib ko'ramiz. Lekin aslida bu joyga ism familiya deb yozishimiz kerak edi. Agar Ctrl Z tugmasini bossak, familiya deganini o'chirib tashlaymiz. Ya'ni orqaga bitta amal orqaga qaytadi. Bu narsani esa qaytadan to'g'rilab yozishimiz mumkin bo'lar ekan. Endi o'sha orqaga qaytarish amalini biz mana shu joyda ham topishimiz mumkin. Buning uchun demak, faylga o'tamiz. Fayl, to'g'ri pravkada esa mana отменить, вернуть. Ya'ni oxirgi qilgan amallarni qaytarish va вернуть degani qilingan amalni yana orqaga qaytarish bo'ladi. Hozir mana buni вернутьga bosadigan bo'lsam, familiya degan narsa yana joyiga qaytadi. Ko'rib turganingizdek, shunaqa turdagi amallarimiz bor. Bu
sizga juda ham qulay, kerak bo'ladi. Endi mana shu turgan holatda siz bu yer katakning ichidagi ma'lumotlarni o'zgartirish uchun ikki xil yo'ldan foydalanishingiz mumkin. Birinchisi, 2 marta o'sha katakni ustiga bosishingiz mumkin. Bu o'shanday holatda katakning ichidagi ma'lumotlarni o'zgartirish rejimiga o'tiladi. Bu holatda siz qilishingiz kerak bo'lgan ish kerakli nuqtaga o'tib olib yoki kerakli ortiqchasini o'chirib tashlab yoki turgan holatda yozishni boshlashingiz mumkin. Masalan, ism, familiya deb yozamiz. Ana endi to'g'ri bo'ldi. Va yozib bo'lganingizdan so'ng sizda ikki xil variant bor. Bittasi enter tugmasini bosish orqali pastki qatorga o'tishingiz mumkin. Ikkinchisi esa tabni bosib, keyingi ustundagi katakka o'tishingiz mumkin. Demak, hozirgi vaziyatda enterni bosamiz, 5-qatordagi katakka o'tdi. Endi siz kataklar ustida sakrab yurmoqchi bo'lsangiz, ya'ni kataklar ustida o'tmoqchi bo'lsangiz, unda klaviaturadagi strelkalardan foydalanishingiz kerak bo'ladi. O'ngga bo'lsa o'ngga, chapga bo'lsa chapga, tepaga bo'lsa tepaga. Ana endi keling siz bilan hozir yana bitta ustunga yozib yozamiz. Mana shu yozilib turgan amalni, to'g'rirog'i ichidagi matnni o'zgartirishimiz kerak, ya'ni ism, familiya va отчество yoki отчество deb yozishimiz kerak bo'ladi. O'shanday holatda biz mana bu yerda ko'rinib turgan matnimizni ham o'zgartirish orqali bir xil natijaga ega bo'lishimiz mumkin. Demak, o'rtasining o'g'li bo'ladi. Otasining ismi. To'g'ri. Demak, va yana enter tugmasini bosamiz. Ko'rib turganingizdek, shunaqa tarzda ishlar ekan. Excel bilan ishlash jarayoni unchalik qiyin emas, juda ham oson. Ko'rib turganingizdek, biz siz bilan hozir oddiy amallarni bajarishni ko'rdik. Bilamizki, Excel dasturlarida, Excel jadvallarida yoki hujjatlarida shunaqa ism, familiya va ro'yxatlar ketaveradi va uni yon tomonida numeratsiyasi bo'ladi. Ya'ni 1, 2, 3, 4 ana shunaqa ko'p ism, familiya kiritilgan bo'lsa, o'shanga mos ravishda bizda raqamlar raqamlangan bo'ladi. Keling biz hozir o'sha narsani qilamiz. Demak, falonchi 1 yozdik. Ana endi keling siz bilan hozir shu qatorni nusxalaymiz. Nusxalash amali quyidagi tarzda bo'lyapti. Ya'ni bitta katakni yozib olamiz va o'sha katakdagi barcha amallarni, o'sha katakning qiymatini biz pastdagi kataklarga to'ldirmoqchi bo'lsak, nusxalab, shunday holatda biz chekkasidagi mana bu nuqtaga olib kelamiz. Yana ham yaqinlashtiraman. Mana bu nuqtaga olib kelamiz va o'sha nuqtadan ushlab turib, qo'yib yubormasdan pastga yoki tepaga tortishligimiz mumkin. Ana endi keling shunaqa ko'ramiz. Pastga ushlab tortadigan bo'lsak, quyidagi tarzda matnimizni raqamlarini o'zgartirib qo'yib berdi. Endi biz bunga numeratsiya qo'yishligimiz uchun yuqoriga rishotkani qo'yamiz. Numeratsiya belgisi degani va 1 ni yozamiz va yana chekkasidan ushlab pastga tortishligimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, 1 dan 11 gacha bo'lgan numeratsiyani qo'yib berdi. Va bu albatta juda ham qulay narsa. Nimaga? Chunki siz 1-1, 1, 2, 3, 11 gacha yozib o'tirishingiz juda ham noqulay. Shunday holatlarda tezda amallarni bajarishingiz mumkin bo'lar ekan. Ana endi keling siz bilan keyingi narsani o'rganamiz. Bu amalimiz nimadan iborat? Bir katakning ichidagi matnni markazlashtirish. Ya'ni mana bunga e'tibor bering. Ism, familiya, otasining ismi so'zi yon tomonga yopishgan holatda turibdi. Yoki bo'lmasam bizning mana bu 1 dan 11 gacha bo'lgan raqamlarimiz o'rtada turishligi kerak. O'shanday holatda nima qilishimiz kerak? Buning uchun albatta главный menyusidan mana bu выравнять по центру degan bo'limni tanlashligimiz kerak. Tanlaganimizdan so'ng ana endi ichidagi qiymatlar markazlashadi. Endi buni ham shunaqa amal bajarish orqali o'rtaga joylashtiramiz va bu amalni bir nechta kataklarga biriktirib ham birgalikda qilishligimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek juda ham oson. Lekin bu amalni siz qanaqadir bir katakning ichidagi ma'lumotni o'zgartirayotgan vaqtda amalga oshira olmaysiz, chunki bu funksiya yopiq bo'ladi. Shuning uchun siz katakning ustiga bir marta bosgan holatda o'zgartirishingiz, shunaqa amallarni bajarishingiz mumkin. Bu Excel bilan tanishuv kursimiz edi. Keyingi darsimizda siz bilan qisqacha bir hisob-kitob jarayonini qilishni ko'rib chiqamiz. Keyingi videolarda uchrashguncha sog' omon bo'ling.